Hozirgi bemorimiz Xatir tumanidan tashrif buyurgan. Bundan 8 oy oldin ham davolanib ketgan edi bizda. Hozir amakimizga, Rajabboy amakimizga 10 kun bo'ldi. Bugun javob beryapmiz. Natijalar haqida amakimizning o'zidan so'raymiz. Eslatish uchun amakimiz 8 oy oldin kelib davolangandi. Bu to'g'risida post qo'ygandik o'sha paytda. Amakimizda kasalliklari asosan ikkala tizza bo'g'im artrozi bor amakida. Tizzada og'riqlar yo'q bo'ldimi amaki? Ha, yo'q bo'ldi. Shunday. Keyin yuragida ozroq muammolari bor edi. Shular bartaraf qilingan. Yurak qanday hozir? Yaxshi. Zinalardan chiqqan paytingizda hansirashlar yo'q bo'ldi. Yo'q, nafas yetishmovchiliklari. Juda bir ajoyib bo'ldim. Yaxshi. Mana bu yerga keldim, ham yuragimni davolatdim, ham oyog'imni davolatdim. Nasib bo'lsa, yana 3 oy 4 oydan keyin bir ko'rikka kelib ketasiz. Kelaman. Ko'rikka. Bir 7 oy 8 oydan keyin Xudo xolasa yana yotishga kelasiz. Kelaman. Shunday sharoit zo'r joyga kelmay bo'laman.